O'zbekistonga qarshi o'yinga chipta sotmay muxlislarni kelishidan qo'rqmoqda. Kayo Lukas O'zbekistonga qarshi o'yinga fikr bildirdi. Jaloliddin Masharipov o'yin haqida nimalar dedi? Bugungi videomiz shu haqda. Kanalimizga obuna bo'lib, like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Unda videoni boshladik. Bag'dagi o'zbekistonliklar milliy terma jamoa o'yiniga chipta xarid qilishga muammolarga duch kelishyapti. 5-iyun kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi safarda Jahon chempionati 2026-yil yo'llanmasi uchun Ba bilan o'ynaydi. Mehmon jamoa muxlislari uchun 1200 o'ringa ega 3 ta maxsus sektor ajratilgan bo'lib, chiptalar to'liq sotib bo'lingan yoki holi sotuvga chiqarilmagan. Shu sababli Ba Resident ID kartasiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar boshqa sektorlardan joy olishgan, ammo ularning elektron pochtasiga chipta bekor qilingani haqida xabarlar kela boshladi. Joriy yil 5-iyun kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi Jahon chempionati 2026 saralash bosqichining 3-bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi bilan o'ynaydi. Uchrashuv Abu Dabidagi Al Nahyan stadionida bo'lib o'tadi. Ayni vaqtda O'zbekiston terma jamoasi o'rin olgan A guruhida Eron terma jamoasi yetakchilik qilmoqda va ular Jahon chempionatining yo'llanmasini hal qilib bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi yo'llanmani kafolatlash uchun Ba bilan safarda kamida durang o'ynash yoki Toshkentda Qatarni mag'lub etish lozim bo'ladi. Shunda terma jamoa raqiblarining o'yin natijalaridan qat'iy nazar mundialga boradi. O'z navbatida Ba o'z maydonida O'zbekistonni mag'lub eta olmasa, to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmadan quruq qoladi. Aftidan Ba mutasaddilari stadionda muxlislar to'qnashuvi yoki tartibsizlik kelib chiqishidan ko'ra mehmon muxlislari soni ko'payib ketib, tribunada ustunlikka erishish ehtimolidan qo'rqayotganday go'yo. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentarda yozib qoldiring. Biz esa keyingi xabarga o'tamiz. Birlashgan Arab Amirliklarining hujumchisi Kayo Lukas Jahon chempionati 3-saralash bosqichi doirasida O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekistonga qarshi kutilayotgan o'yin qanchalik qiyin bo'lishiga qaramay, futbolchilar jiddiy sinovga to'liq tayyor. Ushbu uchrashuv terma jamoaning Jahon chempionatiga yo'l olishiga muhim ahamiyatga ega ekanligini anglab turibmiz. Shu bois ijobiy natija qo'lga kirish uchun bor kuchimizni sarflaymiz, dedi 31 yoshli hujumchi. Eslatib o'tamiz, Ba O'zbekiston uchrashuvi 5-iyun kuni bo'lib o'tadi. Jaloliddin Masharipov Ba hamda Qatarga qarshi uchrashuvlar haqida fikr bildirdi. Kayfiyat a'lo darajada, oldimizda qanday uchrashuvda turganini his qilib turibmiz. Bolalarning kayfiyatini ko'tarishga harakat qilyapman. O'yinchilar ob-havoga o'rganishdi. O'yingacha yana bir necha kun bor. Bosimga qaramay, oldingiday o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz, dedi Masharipov.